Xo'p, tak, do'stlar, Jitil haliyam kelmadi, tushunmadim, tak. Hozir telefon qilib ko'raychi. Allo, Jitil, kelyapsanmi? Hozir 5 minutda bo'laman, tezroq bo'lamiz. Tezroq o'ldirish kerak ana ularni. Buloqol, yangi topshiriq keldi. Xo'p. Janob politsiyachi, biz Jitil bilan hamma o'sha aytgan topshiriqlaringizni bajarib keldik. Endi dam olsak ham bo'ladi. Mayli, dam olinglar, ertaroq gaplashamiz. Qo'q endi. Xo'p. Jitil, sen ham dam olgin, tushundingmi? Ertaroq ishga chiqishimiz kerak. Tushunarlimi? Xo'p, yaxshi dam ol. Sen ham. Qani tezroq o'tirganlar mana qo'yinglar, ishga kech qolyapsizlar. Assalomu alaykum, janob. Va alaykum assalom, buloqol tezroq ishga kech qolyapsizlar Jitil bilan. Xo'p, mayli. Jitil, ketdik. Xo'p, hozir yetib olib orqangdan. Xo'p. Unda ketdik do'stlar. Hozir mana ikkinchi kun qamoqxonani ham. Xo'p, bazamiz o'sha. Tak, bu yer boshqa joyga kirib qoldim. Xo'p. Bugun yangi joyga borishimiz kerak edi. Tak. Xo'p. Mana yetib ham keldik. Tak, odamlar hozir kelishi kerak. Janob politsiyachi, bugun ham charchab keldik. Aytgan hamma odamlarni o'sha qirib tagidan yo'q qilib keldik. Mayli, bugun tezroq ovqatlaninglar. Ovqat payti ham bo'ldi. Xo'p. Jitilga ovqatlanib olamiz. Xo'p, o'zingdan bo'lsin. Mazza qilib qornim to'ydi. Janob, bugungi ovqat juda ham mazali chiqibdi. Yavash bo'lsa, dam olinglar, ertaga ishga chiqasizlar. Xo'p. Jitil, sen ham dam ol. Xo'p. Assalomu alaykum, janob. Va alaykum assalom, yaxshi dam olinglar, biz ham uxlab qolibmiz. Mayli. Yigitlar, bunga tezroq narsalarni qilinglar. Xo'p, janob. Hozir bularga ishlarni buyuramiz. Tezroq bo'linglar. Xo'p. Politsiyachi, janob, xullas nima ish bor bugun? Xullas, bugun katta topshiriq. Bir odamni o'ldirishingiz kerak bo'ladi Jitil bilan. Ular Jitil xullas senga haydovchi bo'ladi va sen uni otib o'ldirib kelasan. Tushunarlimi? Xo'p, bu juda ham qaltis topshiriq. Mayli, men uddalashga harakat qilib ko'raman. Tushunarlimi, janob? Mayli. Tezroq bo'linglar. Vaqtimiz o'zi kam. Bo'la qolinglar. Xo'p, mayli. Jitil, ketdikmi? Hozir kiyib olay, tezroq bo'l. Xo'p. Tak. Mashinani zavod qilib turaman. Xo'p, tezroq bo'l. Xo'p, tak. Do'stlar, hozir bizga qaltis topshiriq. Biz shuni bajarib kelaylikchi. Qani mashinani zavod qilamiz. Tak, bo'ldi. Janob, o'sha aytgan odamni o'ldirib keldik. Bizga ham endi pul berarsiz, balkim bugundan oylik qilib. Qamoqxonadamiz axir. Mayli, bugundan pul beraman. Mana shu sandiqdagi bor. O'sha bir kunlik bitta sariq golddan olasan. Tushunarlimi? Xo'p. Janob, qochib tura olasizmi? Hozir. Qochib turing. Xo'p, tak. Mana pullarimiz. Endi bugun gref ekanda ovqatlab olar ekansizlar Jitil bilan. Ha, albatta. Jitilga ovqatlab olamiz. Xo'p, hozir. Gap yo'q, janob. Bugungi ovqat ham juda mazali bo'pti. Rahmat sizlarga. Xo'p. Endi tezroq dam olinglar, ertalab qaltis ish bor. Xo'p, mayli. Assalomu alaykum, janob. Yaxshimisiz?
Vaalaykum assalom. Yaxshisiz, tinchsiz? Yaxshi o'tirdilarmi? Jitil qani? Orqangizda turibdi-ku. Ha, mayli. Hop. Tezroq bo'linglar, ishga kech qolyapsizlar. Hop, jitil ketdik, mashinani zavod qil. O'zing zavod qilib tur, hozir men kelib chiqay. Hop. Bugun ham o'sha qaltis topshiriqmi? Ha, yana o'sha qaltis topshiriq. Bajarib kelinglar, tezroq bo'linglar. Hop. Jitil manda ana mashinani zavod qilib turaman, tezroq chiqarsan. Hop, bunaqa. Hop, tak, mana hozir ishni ochamiz. Bo'ldi, tak. Xo'sh, do'stlar, mana bugun qamoqxonaning ham 3-kun. Yaqinda ketamiz bu yerdan. Qani mashinani zavod qilamiz. Tak, ketdik. Janob o'zi ham juda ham qaltis topshiriq o'shani ham bajarib keldik va nihoyat. Yaxshi edi. Ovqat yeb dam olinglar. Hop, jitilga ovqatlanamiz. Hop, o'zingda bo'lsa, qani gapirchi. Hop. Endi birpas dam olaylik, janob. Mayli, dam olinglar, tezroq bo'linglar. Ertalab yana ishga chiqasizlar. Hop, mayli. Yaxshi dam oldim.